Assalomu alaykum. Avvalambor yaxshimisizlar? Hozir bir chiroyli ish bo'lib qoldi. Xabaringlar bor, ustaman. Bir tog'li zonaga mana kelib qoldik. Hozir shunaqa narsa bo'lib qoldiki, yoshi katta doda bilan yoshi katta kampir, chola kampir shu kichkina elektroskuter bor ekan. 3 ta ballonli. Shu chola kampir pastlarga tushib, aylanib, kelyapti. Endi tog'li zonada haydab yurishar ekan. Endi shunaqa dachani orasida dam oladigan joyda haydab yurar ekan. Shu yo'lda buzilib qolibdi-da, ular bir taxminan 6-7 kilometr joydan itarib kelishayotgan bo'lgan. Itarib kelayotgan bo'lishgan. Endi shu tomonga meni ishim tushib kelib qolganman. Shu paytda Allohning o'zi bir chevar zotda. Biz oddiy bandamiz. Alloh bitta kasb hunari berar ekan, o'sha kasb hunarni nimagadir yo'naltirib qo'yadi-da, kimgadir foyda tegsin deb yo'naltirib qo'yadi. Faqat hamma narsani to'g'ri niyat qilsa. Masalan, shu kasbim bilan kimgadir yordam beraman, kimgadir foydam tegadi. Allohning o'zi rizq beraveradi, men kimgadir yordam beraman degan fikr o'y bo'lsa, o'sha bir nima deydi? Shu tomonlama Allohning o'zi bir yetkazib qo'yadi-da. Shu 6-7 kilometr joydan itarib kelgan shu joyga men kelishim Allohning bir karomati-da. Shunaqa joyga aynan shu vaqtda kelishimda buzilib qolgan, itarib olib kelishayotgan bo'lgan. Yetalab olib kelishayotgan bo'lgan. To'xtab tushib, "Doda nima bo'ldi?" desam, "Akkumulyatorim o'chib qoldi" deydi. Nimaga unaqa o'chib qolishi mumkin emas-ku? Mumkin, lekin kalit yoqsam u hech qayerda yonmayapti. U demak, u akkumulyator o'chgandan emas, yoki qayerdadir sim uzilgan yoki nimadir bo'lib qolgan. Xullas shunaqa bo'ldiki, men aytaman, "Doda, bu akkumulyatoringiz joyida, tekshirib beraman" dedim. Shunaqa desam, "Doda xursand, siz buni tushunasizmi?" deyapti-da. Endi ularning xabarlari yo'q, men bu narsani ustasiligimni xabarlari yo'q, meni tanimaylar, ko'rmaganlar. Endi birinchi marta ko'rishib turishimiz. "Yo doda, men shu narsani ustasiman" desam, ichida yo'q, xursand bo'lib ketdi-da shu chola kampir. Shunaqa xursand bo'lib ketdi. "Tuzatib bera olasizmi?" dedi. Endi Alloh qodir qilguncha dedim. Xudoga shukr, shu joyda tuzatdik. Ikkita dona sima bir-biriga tegmay qolgan. Shuni joyida tuzatib anaqa bergandan keyin doda shunaqa xursand bo'ldi, ko'zlarida yosh bilan yig'lavordilar-da. Endi shunaqa nima deydi? Endi nima deydim? Transport yurmaydigan joyda-da bu. Transport yuradi, juda kam yuradi. 1 soat, 2 soatda bitta o'tib qolsa, u ham to'xtasa. Bo'lmasa yo'q, ketdi. U shuncha 6-7 kilometr joyi peshkom yosh katta odamlar olib kelgan, endi itarib olib kelish o'zi ham anaqa emas. Endi xijolat bo'lib, endi nima deydi? Pul beraman degandek qilyaptilar. Endi men doda pulingiz kerak emas. Faqat duo qilib qo'yasiz dedim. Aytmoqchi bo'lganimki, hammaga ham shunaqa kasb hunar bersinki, kimgadir foyda bersin, kimgadir o'sha manfaati tegsin. Kimdirlar shuni orqasidan xursand bo'lsin. Faqat pul topish maqsad emas. Kimgadir manfaati tegsin deb faqat niyatni to'g'ri qilsak, Xudo xolasa, o'zi bilguvchi, o'zi chevar zotda. Allohim shunaqa chevar zot bir aytolmayman-ku, men xayolimga ham kelmadi. Endi doda xuddi bir 10 yillik qadrdoni ko'rib qolgandek rosa bag'rlariga bosib yig'lab, "Rahmat bolam" deyapti-da. "Doda, men dedim, oddiy bandaman dedim, duo qilib qo'ying dedim. Bu dedim Allohning ishi dedim. Biz faqat Alloh bizga shu ilmni beribdi. Shu narsani bir tushunchasini beribdi. Shu narsani qildik. O'ziga shukr." Shu oramizdagi hamma mana shu podpischilar ham shu duo qilib turinglar. Men emas, meni ham duo qilinglar, o'zinglarni ham duo qilinglar.
yo'lda qiynalib qolib ketayotgan, musofirchilikda qolib ketayotgan odamlar, nafaqat bu elektrotransport, umuman qanaqa transport bo'lsin, o'sha transportda qolib ketayotganlarga duo qilinglar, ko'chada qolib ketmasin, sarson bo'lib. Kimdir qo'lidan keladi yurg'izib yuborish, kimdir qo'lidan keladi joyida yurg'izib olib ketish. Endi hamma transportda, nafaqat u skuter masalasi, nafaqat mashina, bir KAMAZmi, furami, shuni musofirchilikda yurgan yo'lda qolib ketmasin. Shular haqida duo qilib qo'yinglar. Sizlarga ham kattakon rahmat, shunchalik darajada podдержка berib turibsizlar. Endi mana bu yog'iga yana videolarni ko'paytiramiz, xudo xolasa, odamlarga manfaati tegadigan. Shu narsa ham menga ham bir dars bo'ldi. Ko'proq video chiqarishim kerak ekan haqiqatda, odamlarga yanada tushuncha ko'proq bo'lish uchun degan fikr, o'y bordi.